Rossiyada yurganman deyapsiz-ku. O'sha tanilguningizcha bo'lgan voqeada qiyinchiliklar bo'lganmi? Sankt-Peterburgda bo'lgan. Dvornik bo'lganmiz. Dvornik bo'lganmiz. Shu menimcha hamma dvornikda ichidan shu xayol o'tganda qor yog'masin deb. Ertalab iloyim qor yog'masin deb uxlardim. Ertalab 5:30 turib qarasam qor yoqqan bo'ladi hamma joyga. Shunday turasiz, izg'irin sovuq bo'ladi-da, ertalabki sovuq. Bitta direkt orasida energetikda shapar lapatka bilan yo'llarni tozalab chiqasiz. Bizdan supurasiz, keyin tizchani sepib chiqasiz. Keyin uxlaysiz. O'sha toki tepadan yana xabar kelmaguncha telefon qilib, "Ey, ko'chani supurib qo'y, barglatib tozalab qo'y" demaguncha, qor ermaguncha yotaverasiz. Azobli kunlarim shunday bo'lganki, nasıl bo'lar? Non, oddiy misol, non deb tushuntirib beraman. Nonni magazinga kirib bir haftalik olardim. Yo'lda bo'lsangiz, bu salafanga o'ralgan bir harf donasi. Salafanning ichida nonim ingliz tilida qanaqa deyiladi bilmadim, plislab qolardi non, yashilib bo'lib. Ko'karib ketardi. Ko'karib ketardi nonlar. Non o'shani ham yegan paytlarimiz bo'lgan-da bizda. Yo'q. Ko'karmagan joylardan olib ana shunaqa darajalarga bo'lardi. Dashiraklarim hafta 3ta bir kun qilib qo'yardim. Obedda, kechga, nochga qilib qo'yardim. Xullas bir kunda 3 mahal ovqat yeydigan bo'lsa, shu 3 mahal ham dashiraga yerdik-da. Mana desligim. Dunyoga buncha o'ch bodam, cho'ntak bo'sh bo'lsa bosma qadam. Yor bilan